Xayrli kech. Assalomu alaykum. Assalom qiling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Ertaga hayit. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Kechki payt endi kokteylimni tayyorlab ichib o'tdim. Sizlarning gapinglar esimga tushib qoldi. Oxirgi payt qattiqga borsam ham kokteylni qanaqasini ichyapsiz? Nima qilyapsiz? Nima edi? Nimaga bunaqa ozib ketgansiz? U yoq bu yoq rostdanmi shu NL kokteyllar rostdan ozdiradimi? Rostdan kuchga to'ldiradimi? deb ko'pchilik so'rayotgani uchun esimga tushib qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ozdiradimi ham gapmi sinab tashlaylik. Bu haqiqatda ozdirib ham kuchga to'ldiradi. Men sizlarga har safar aytib, mana shuni tushuntirishga harakat qilaman. No, ko'pchilik yoki skrinshot qilib ola olmaydi, yoki qayta ko'ra olmaydi, yoki tushunmaydi. Chunki istoriyam 25 soatlik-ku, keyin o'chib ketadi. Bu kokteyllar ham ozdiradi, ham kuchga to'ldiradi, energiyaga boyitadi. Hammasi bitta mana shu kokteyl ichida bor, vitaminlar. Juda million xil. Endi qaranglar, kenaylarim ham ichishdi buni. Gulmira ham, kenayim ham ichib bittada zo'r ozib olishdi. Men ham xuddi shunaqa tug'ruqdan keyin ichdim va farzandim bemalol sutim bilan oziqlantirdim. Demak, emizuvliklarga ham, qiz bolalarga ham, hattoki homiladorlarga ham mumkin. Endi homiladorlar ozish uchun ichishmaydi, конечно же, o'zlariga vitamin bo'ladi. O'zlariga vitamin. Bolalarning tishi o'z vaqtida chiqadi, sochlari qalin bo'ladi, o'zini qo'zg'atsalar bo'ladi. Umuman olganda bolaga ham juda ham foydali. Qaranglar, Train Effect bu tug'ruqdan keyin umuman olganda yuzdagi ishlarni, qo'ldagi ishlarni mana bu kollagen endi kechirasizlar, 30+ eshitdinglar, kollagen ichmasanglar bo'lmaydi. Men ham 30ga kiryapman, kollagen ichaman. Shuning uchun yuzlarim mana Face Effect tiniq, hech qanaqa dog'lari yo'q, kollagen. Shu sabab yuzim tiniq, ajinim ham yo'q, почти mana. Mayda ajinchalarim bo'lishi mumkin, atak ajinim yo'q hisob. 30+ обязательно ichinglar kollagen. Qizg'anmaylar deb. Pulinglarni misol uchun hozir ayniqsa nima desam, ro'za paytida juda kaloriyaga boy ovqatlanib qo'ydikda. Uni sжигать qilish kerak-ku kaloriyani. Mana bu kokteylni ichsanglar, Train Effect Detox o'shalar birga ichsanglar, bu полный kaloriyani sжигать. Обязательно sizlar pulini so'raysizlar. Hammaga puli qiziq. Narxini men sizlarga ссылка qoldiraman. Madinadan so'raysizlar, bilasizlar, meni eng yaqin do'konim Madina Azizova. So'raysizlar, ular sizlarga kelishtirib beradilar. Men aytdim, men подписчиklarimga iltimos kelishtirib bering. Qaddi qomatli va nima desam, kuchga to'lib, energichniy bo'lib yurishsin dedim. O'shaning uchun avvalinglar, ikkilanmanglar, kokteyl olib, обязательно ichinglar. Ajoyib. Mana sizlar. Mana sizga. Ayniqsa men kollagenni aziz o'rtoqlar ichmasanglar bo'lmaydi. 30+lar ichinglar, даже 30+ bo'lmasanglar ham ichinglar. Faqat bitta narsa, Madinaga o'zingizlarning holatinglarni tushuntiringlar. Oshqozoningizda problemalar bormi yoki nima desam, qachondir oxirgi marta operatsiya bo'lganinglar, hammasi to'g'risida aytishinglar kerak.